Avtopilot dasturini o'rnatish va sozlash. Birinchi, avtopilot.uz saytidan dasturni yuklab oling. Ikkinchi, yuklab olingan fayl ustiga 2 marta bosing. Uchinchi, Install for all users'ni tanlang. To'rtinchi, dastur qayerga o'rnatilishini tanlang. Taxminan 1,5 GB joy oladi. Beshinchi, kompyuterning ishchi stoli, ya'ni рабочий stolda dastur belgisi ko'rinadi. Uning ustiga 2 marta bosib oching. Dastur ro'yxatdan o'tish oynasini ochadi, u yerdan telefon raqamingiz yoki Gmailingiz orqali ro'yxatdan o'ting. Yettinchi, o'zingizga mos tarifni tanlang. Payme orqali to'lov qiling va kuting. Siz asosiy sahifaga o'tkazilasiz. Sakkizinchi, endi korxona qo'shish kerak. Buning uchun ekranning yuqori chap burchagidagi avtopilot logotipi ustiga bosing va korxona qo'shish bo'limidan yangi korxona qo'shishni tanlang. Dastur kompyuteringizda mavjud e-imzo sertifikatlari asosida korxonalar ro'yxatini chiqaradi. O'zingizga kerakli korxonaning parolini terib saqlashni bosing. Saqlangan korxona ustiga bosib, OKni bosing. Agar yana korxonangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, yuqoridagi qadamlarni takrorlang. Dastur bir vaqtning o'zida faqat bitta korxona ishini bajaradi. Boshqa korxona bilan ishlash uchun menyudan kerakli korxona to'g'risiga ptichka qo'ying. Korxona nomi pastda chiqib tursa, demak korxona to'g'ri tanlangan va ishlayapti. Dastur odatda saytlarga avtorizatsiya qilish uchun e-imzoni ishlatadi. Lekin XT xarid saytida bir nechta korxonangiz bo'lsa, ba'zilari login parol orqali kiriladigan bo'lishi mumkin. Agar sizda XT xaridda e-imzo bilan emas, login parol ishlatgan holda avtorizatsiya qilish kerak bo'lsa, buning uchun menyudagi sozlamalar bo'limidan XT xarid login parolga login parolingizni saqlab qo'yishingiz kerak. Aks holda dastur to'g'ri ishlamaydi. Shu bilan dasturni sozlash va korxona qo'shish bajarildi.